Assalamu alaykum. German tilini öğretken tirishchan do'stlar, yaxshimisizlar? Bu videoga boshlashdan burun men sizlarga yana qisqacha bir tushuntirish bersam. Oldin qatim deganga o'xshash men Duolingo degan programdan dialog shu programda dialog orqali german tilini o'rgangandim ayni vaqtda. Hem bek foydasini ko'rgandim. Hamda o dialoglarni men dars qilib tayyorlasam bo'lmaydi ekan, nashr huquqiga ta'sir etgan bo'ldi ekan. Ammo men o'zim shu dialogni o'qib ishlab, ba'zi so'zlarni, jumlalarni bizga yangi o'rganayotganlarga foydasi bo'ldi deb o'ylaganlarimni yezib mushta video ishlab qo'yay deb o'yladim. Inshaalloh sizlarning german tili o'rganishinglarga foydasi tegar. Biz boshlab ketaylik. Bu videoda hem so'zlar uchraydi, hem ifodalar, qiliplashgan ifodalar uchraydi yoki jumlalar uchraydi. Yodlab olsanglar, qayta anglab bersanglar foydasi jiq deb o'ylayman. Chunki kunlik turmushda ishlataysizlar. Biz boshlaylik. Bu video birisining tug'ilgan kun, bu dialog hamda asli birisining tug'ilgan kuni bo'lgan. Bir restoran berib tamoq yeymiz deb tamoq buyurtmoqchi bo'lgan vaqtida tamoq tizimligiga qarshi intayib qimmat, shuning bilan bular boshqa bir restoranga berishni paranglashidi hamda ashta bir dialog. Hamda shu xil ahvolda qanday so'zlarni ishlatishga ehtiyojimiz bo'ldiga qarab o'taylik. Die Reservierung, zakaz. Gehen, berish. Natürlich, albatta. Geburtstag, tug'ilgan kun. Ihr Tisch, sizlarning ustilinglar. Die Speisekarte, tamoq tizimligi. Teuer, qimmat. Billig, arzon. Was möchtest du essen? Nima yeyishni xohlaysan? Lecker, tamlik. Ich habe Hunger und Durst. Mening qo'rqim ochdi ham ushlab ketdim. Ya'ni qo'rqim ochdi deganni ich habe Hunger, habe fe'l orqali ishlatamiz. Keyingi dialogimiz bir o'qituvchi hojatxona izlab bir sud saroyiga kirdi, ammo u yerda o'ylamagandin o'zining bir o'quvchisini ishlayotganligini ko'rdim. U o'quvchisini ko'rib hayajonlanib, o'qituvchiga nima lozimdi deb, birdam ko'ylak lozimmi, birdam oyoq lozimmi deb nima qildi? Amaliyotda o'qituvchiga hojatxona lozim edi. Ashta bir dialog hamda shu so'zlarni, jumlalarni ko'rib boqaylik. Kann ich helfen? Men yordam qila olamdim. Im Kaufhaus, savdo saroyida. Im Kaufhaus. Seine Schülerin, onun o'quvchisi. Guten Tag und willkommen. Yaxshimisiz, qarshi olamiz. Suchen, izlash, nehmen, elish. Sari nimmt ein Sakko. Sari degan ismimda. Sari bir kostyum burlikini qo'liga oldi degan gap. Endi bu yerda nehmen degandan oldingi videodim degandim, intan ko'p ma'nosi bor. Buningki shaxs almishiga asosan turlanishni ko'rib o'taylik. Ich bo'lganda nehme. Du nimmst. Sie es nimmt. Wir nehmen. Ihr nehmt. Sie nehmen. Çoğun yazılgan es bilen bo'lganda yana sizlik o'zlari deyamiz bu chaqda. Sie nehmen o'xshash. Bu fe'lning turlanishi hamda. Schön und billig. Chiroyli ham arzon. Kleidung, kiyim yoki ko'ylak degan ma'nosi bor. Ich suche keine neue Kleidung. Men yangi kiyim izlamayapman. Wo sind die Toiletten? Hojatxona nerede? Wo sind die Toiletten? Yani bir diyalogumuzda birisi nimaga bordi? Aerodromda aeroplan tizimlatib kirdigan vaqtida ashad ishlaydigan Pokeyda ishlaydigan xodimga deydi, "Mening do'stimni izlashib bering" deb. U jiddiy holda deydi-da, endi do'stingizning chiroyi qanday, nimani yaxshi ko'radi, qanday kiyim kiygan deganday savollarni so'raydi. Bu qizmi o'zi bilgandek deydi. Oxirida berib nima deydi desanglar, "Mening unda bir do'stim yo'q, ammo mening shunday bir do'stga ehtiyojim bor. Shu aeroplanning ichida ashta birisi bo'lsa, meni shuning yeniga o'ltag'izib qo'ysangiz" deydi. Dialogning mazmuni. Shu xil ahvolda qanday so'zlarni ishlatamiz, amsa qarab o'taylik. Im Flughafen, aerodromda. Am Schalter, Pokeyda. Kann ich Ihnen helfen? Sizga yordam qila olamdim. Sizga nima yordam qila olayman deganga o'xshash, ya'ni. Reisen, sayohat qilish. Zusammen, birlikda. Sitzen, o'ltirish. Toll, ulug', favqulodda, mukammal. Ich weiß nicht, bilmayman. Keine Ahnung, bilmayman yoki fikrim yo'q. Vielleicht, balkim. Wie sieht sie aus? Uning taqdiri qanday? Wie sieht sie aus? Sie hat dunkle Haare. Uning qora sochlari bor. Sie liebt Sport. U chiniqishni yaxshi ko'rdi, tanharakatni yaxshi ko'rdi. Sie spielt Gitarre. U gitar chaldi. Bu spiel degan so'z ham o'ynash degan ma'nosi bor, ham ma'lum bir san'at muzika asbobini chelishni ko'rsatadi. Masalan, kichik bolalarning o'ynaydigan parklarda, masalan, Spielplatz deb yoziliq bo'ldi. Davom qilaylik. Fahrrad, velosiped, motorrad, motosiklet.
Immer, daim. Ich habe keine Freundin. Mening dostum yo'q. Ich habe keine Freundin. Können Sie mir helfen? Bana yordam qila olamsiz? Der Basketballspieler, basketbolchi. Mein Lieblingsbasketballspieler. Bu qarasangiz bek uzun bir so'zdek turgan bilan amaliyotda ayrim-ayrim 3 tal so'zni tarkib topgan, hatto 4 so'zdan. Lieblingsbasketballspieler. Yani men eng yaxshi ko'radigan basketbolchi demakchi. Im Supermarkt, talla bozorda. Das kann nicht sein. Bu mumkin emas. Ich bin zu nervös. Men bek jiddiylashyapman. Gleichen, o'xshash. Andere, farqliq. Aufregend, hayajonliq yani. Ingliz tilidagi exciting degan so'z aufregend, hayajonliq. Әмсе bu videom shunchalik bo'lsin. Bu so'zlarning sizlarning so'zli xazinalarini beyitishni orzu qilaman. Keyingi videoda ko'rishaylik. Tschüss.